Birodarlar, zakot yerda farz bo'ldi, ro'za yerda farz bo'ldi, haj ham yerda farz bo'ldi. O'rtada vositachi Jabroil alayhissalom olib keldi bu amrlarni. Lekin namoz, biz o'qiyotgan namoz Alloh subhanahu va taoloning huzurida farz bo'ldi. Namozni darajasi shunaqa birodarlar. Siz bilan men peshonamni yerga qo'yib subhana robbiyal a'la deyman. Buni ovozini osmonlar eshitadi. Biz yerda yashaymiz. Bizni ruhimizni, badanimizni samoga ko'taradigan, Allohning huzuriga ko'taradigan narsa namoz. Namozdan boshqa najot yo'q musulmon uchun. Ayniqsa bugungi kunda. Tasavvur qiling, namozingiz yo'qmi, xaroba uyga o'xshaysiz. Xaroba uyga o'xshaysiz. Bundan og'irroq, bundan battarroq kulfat bo'lmaydi. Shuning uchun namozga mustahkam bo'lish kerak ekan. Namozga astoydil bo'lish kerak ekan.